Yo WhatsApp. Yopilmadi eshigi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun YouTube kanalimizda yangi yana rubrika. Bugun nima qilamiz? Bugun hammaga salom, yaxshi kunlar, yaxshilikda, salomatlikda ko'rishganimizdan xursandmiz. O'rtoqlar, biz mana bugun hamma narsadan lirik chekinish qilgan holda hech qanaqa bir bozorga bormadi, yo bir netpetlarni aylanib o'rganmiz. Bugun minimal bir anaqadan shansdan foydalanmoqchimiz. Ya'ni nima demoqchimiz? O'zimizga erkinlik yaratdik. Bugun biz avtosalonga bormadik, mashina bozoriga bormadik, ko'chadan u kimning mashinasini gaplashmadik. O'zimizning shaxsiy mashinalarda syomka qilishni boshladik. Hamma o'z ko'rib, trekkeri bor ekan, Kiyasi bor ekan. Ha, o'zim birovniki, so'radik dedi. Ya'ni trekker va yoki Kia. bitta narsa, mana shu joyni biz oxirida o'tganimiz yaxshi. Chunki o'sha odamni hozir aytdingiz-ku, Kia yoki trekker dedi. O'sha odamni bo'ldi, Kia kuchligan bilib o'sha 30 o'rrat keyin. Bu ikkita Nima markami? jonzotlarni solishtirib ko'ramiz. Qattiq beramiz, обязательно. Shart. Shart. Men hozirdan shart beraman. Mashina mo'yka qo'y. Hozirdanmi? Hozirdan mo'yka bersang, men endi bilasan, ozgina pafsniroq, tozaroq insonman. O'shaning uchun mashinasi hali chang bo'lib qolibdi, ko'rasan, kapotlarida chang bo'lib turibdi. Lekin oxiri bilasiz, oxiri bilasiz. Yo'q, mayli, hozir sen mo'ykaga olib bor, mo'yka qil, yoki nima deydi, oyoqqa borib-ki, uni olib-ki, rasot qilma deyman. Bugun endi o'zimizga yengillik yaratayotgan holatda yengil variant. Mashinamda suv bor, bezgaz suv. Bilasan, endi zalga chiqaman, bezgaz suv ichib yuraman. Latta beraman, o'sha arta-parta oynalarni chiroyli qilib, komfortli qilib bersang bo'ldi. Sanki o'sha isqirtligicha isqirib yuraveradi. Isqirtlarga isqirtlar yarashadi. Nima dedim? Mana qo'ying, mana qo'ying. Siz oxirida bo'ldi, yashay olasizmi keyin? Nima qila olaman? Yashay olasizmi? Yashay olaman. Qani. Kel, men turib turaman. Sal, engash. Uka, ozgina farosat ishlatish kerak bo'ldi. Farosatli ishlagan odam ko'rasidan mashinasini chang qilib yurar ekan-da. Naqadar bir bugun o'sha havo salqinlashdi. Chang tushdi. Kecha yuganman mashinani o'rgatganman. Kecha yugansiz-a? Endi men senga aytmoqchiman-da, trekkerni ko'rding, bir kun aylanib o'rgilib ket, trekker asta. Spidermanga o'xshab olmasam. Nimani endi tema qilsak bo'ladi, aka? Men o'sha bo'ldim. Mashina temasida tema qilish niyatim yo'q. Nimaga? Chunki hamma e'tibor bilyapti, Kia Inamarka nomi bilan trekker nima? Ertaga men o'ynash tushib ketsam, mendan aytmayman, chog'asimi? Tak что boshqa tema ochdi. Endi qara, mana bu narsa bor-da, trekker bilan Kia'ni o'zini yarasha, o'ziga yarasha obro'si, o'ziga yarasha komforti, o'ziga yarasha udostasi bor. Endi narsa-da, men mashinaga unaqa qiziqib olmayman, lekin sizga lичный savolim bor. Komforti bo'yicha qaysi biri komfort? Trekker. Aniqmi? Okey, statistika bo'yicha boshqacha yozilgan, bilasizmi? Mashinaning har xili bor, lekin hamma gap shopirda deyishadi, bilasanmi? Voy, onalarini emsang, agar shopirga qarab ham bo'lmasam, aka nima qilasiz, buni haydab boring, bir Shiguli haydang, sizga yarashadi, aka. Yo'q, uni ham haydab o'ramiz. Komfortga qarab haydayapsizmi? Yo'q, komfortga qarab haydayotganim yo'q. Aka, mashina bor, haydalyapti. Bo'ldi, u muammosi yo'q uni. Qaysi mashinada qadding bo'lgandan qat'iy nazar psixologiya bor. Kemas, ko'rasan, chivin ketyapti. Shu chivinga o'xshab bunda bosam o'ldirib qo'yaman seni. Ko'rsan? Uka, ko'rding, qo'lim bekorga kirib bo'lganini qo'ladi. Imdoq qilib yuboraman. Ketyapman-da. Yo'q. Siz mashina haydayapsiz. Ha. O'zi talashib tortishayotganingizdan ham bilinmaydi. Siz Inamarkani tushundingiz. Chunki siz o'zbeksiz-da, maydalashib bir Sen qayerda ko'rgansan Kia Inamarkaga kirishini? Siz ichiga bitta o'tirib, cho'mib olasiz o'zi. Cho'k ichiga. Ichiga o'tirsam, bankaga o'tirgandek bo'lib qolman-da, uka. Aka, siz bankaga o'tirishcha ovozingiz chiqishga uni chiqmayapti, to'g'rimi? Bu prosta komfort aka. O'zini konkurenti bor. Shu konkurentlarni biz hozir solishtirib beramiz. O'zimizni obzor qilib videolarini olamiz. Shu videolarni oxirida sizlarga taqdim qilamiz. O'sha kommentariy orqali sizlar bahoylarni berasizlar. Bahoylar berganinglardan keyin keyingi sonda o'sha bu ko'rsatuvda yutqizgan odamni qat'iy shart bilan jazolaymiz. O'sha shartlarni ham sizlar yozib ketsanglar yaxshi. Anaqa qattan qilib kelyapti. Mana bunaqa qilib kelyapti. Bunga o'xshash sizni qilib kelyapti. Yo'q, men o'zimdan uni qilib kelyapti. Hozir. O'zimdan yaxshi qilib keladi. O'lib chaynab turaman. Bitta savol-da, qara. Keyin shunaqa havosi chang bo'lishiga, men mashinani kecha mo'yka qildim deyapman. Sonjon, shunaqa chang bo'lishiga nima sababdi bo'ldi? Nima sababmi?
Ekologiya emas, 100% ekologiya. Ekologiya. O'tgan galgi sonda ham anaqani botanikiga tozalagan. borganimizda eslasangiz, ko'chadan qancha bichok chiqdi. To'g'rimi? Bittalab sog'lom qo'lim bilan mana shu nima deydi, munavvar qo'llarim bilan bittalab sog'lommi? Ekologiyani o'zingiz asramasdan boshqa bir asramaydi. Takshirib bering, sutlarni iching. Qon ettirib. Shunaqa endi ekologiyani yoki bunaqa hozir ob-havoni sababini bilsanglar, o'sha nima deydi, вопрос qoldirgan insonni, javob qoldirgan inson kommentariyada eng ko'p baho olgan odamga ashki ham beraveramiz. Ha? Meni setsiya. Siz qanaqadan gapirasiz? Kiyadan gapirasiz. Bo'ldi, kart bo'lganmi? Gapni ko'paytirma, men syomka ham qilishim kerak. Bo'ldi, bor. Mana syomkani qil. Men shart berman, ha? Yuvimdoq tozalab bermaysan bulardan. Aka, men Ishlatgandan keyin. oyna tozalab berasan. Har doim ishlatganingdan keyin yoki ish qilganingdan keyin orqangni tozalab yurgin deyishdi. Ko'rdingmi? Farosating nol darajaga tengki, shuni aniq qilib bera olmading. Mana do'stlar, hozir biz nima qilamiz? Hozir o'sha ikkiga bo'lindik. Anvar o'sha kontent olish boshlayapti operator bilan. Men o'sha o'rtog'im bilan trekker syomka qilish boshladim. Mana telefonni olib bo'ldim o'sha qo'limga. Sekin syomka jarayonini boshlayman. Nima deydi? Trekkerning udobstvalarini sizlarga ham orada aytib o'taman. Endi ko'ryapsiz. Ketdik. Hozir mana bitta kadr olamiz. Tak. O ichkaridagi anaqasini komfortini o'zi yetib ortadi deb, lishniy informatsiya ham kerak emas. Benzin tanlamasa, bemalol 92, 95 ichaveradi, tanlamaydi. 5, 6 yurganda 100 kilometrga men hozir informatsiyalarni kirib qarab chiqdim. Даже men yurganda ham bemalol. Mana o'tirgan sidenkalar qishda samobograflari, abduflari bor deb, вообще mazza qilyapti. Odam Jigar, mashinaga bitta mashinani bosib olish nima deysiz? Kreditga o'zingizni qiynab nima qilasiz? Kommentariyga ham Murod aytgandagi bitta to'g'ri yaqin keladigan javobni yozdingiz, yutdingiz, olib ketdingiz. Komfort bo'yicha menimcha bu masalaga aka, qo'ying. Siz qoldingiz aka, shu ish qilmagan. Yomonlavermaydimi? Hangisi bu trekker bu. Bu qara. Bunda panorama oynasi lyuki bor, panorama bor. Hamma ko'p narsa sidenkalar elektronniy. Orqa old abograflari bor, tushunasizmi? Lekin abduf yo'q. Balki unda 4 tada yo'qdir abograf. Misol uchun abduf bo'lib bormi yo'qmi bilmayman uni. Shopurda bo'lishi mumkin. 95, 92 ichadi. 6 ta 7 ta yo'q bo'lsa shahardan tashqarida, shahar ichida 8 ta 9 ta yeyishi mumkin. Nimaga? Yangi mashina bo'lgani uchun bo'lishi mumkin. Yana bilmadim. Men hozir shunaqa ichayotganini uchun aytaman. Sekundda necha? 708 dami? 908 da 100 ga chiqadi sekundda. Misol uchun, hamma narsa cho'tki, koja sidenkalari, hamma narsa koja, orqa foni, lyuk, panorama, yana nima, kolonkalar zo'r ishlaydi. Hop, avtomat korobka, keyin 4 ta balon, yaxshisidan taqilgan, boshqa qilgan diskalari, dizayni chiroyli misol uchun. Yana nima, misol uchun kim trekker haydaydiganlar yozib qoldiringlar, nimani esdan chiqarib qo'yapman. Turbo uni ustiga bitta bosasan, bittada suradi. Unda o'ylanib qolmaydi, mamlaning mashinasiga o'xshab. Sani mashinang qo'yni. Shon? Nima? Uka, menda elektronniy, mana nimasi aytmoqchiman. Sidenkalari, surilishi, boshqa qilishi, tortilishi, yotishi, boshqa hammasi elektronniy menda. Trekker va mana aytaman, mana senga trekker bilan yana nima? Kiyani haydaydiganlar o'zini fikrini yozib qoldirsin. Oldingizga qarang, aka, mana men boya ham aytdim. Mana siz oldingiz. Mana bundan tursa Malibu, mana bundan tursa Onyx, hozir turishi trekker bo'lib turibdi. Nima farqi bor? Bir-biriga o'xshash kopirovka narsalar. Kuzov bir xil, ya'ni tashqi ko'rinishi bir xil bo'lgan bilan hamma misol uchun buni ham motori bir xil, buni ham motori bir xil, hamma mashinada motorda yuradi, bir xil ot kuchi, bir xil tezlikda, bir xil misol uchun bu ham 92-95 edi, bu ham 92-95 edi, benzin. Sokin amina вообще chiroyli, krasota, ichi komfort endi nima qoldi? Chunki oilaviy, mana misol uchun oila necha kishisa?
4 kishimiz. 4 kishisan. 4 kishi o'tirsa bo'ldi, 5-odam o'tira olmaydi mashinangda. Mashinani nimaga kerak? Misol uchun ertaga uylanmagansan, uka, uylanganingda 5 kishi bo'lasizlar, o'tirganinglarda Bir kishi bo'lsa ham aka, amallasiz ketamiz. O, go'za amallatsin. Biz amallamasdan so'rashga ketamiz bu yoqqa. Agar jam bo'lsa alishtiramiz. Alishtirib bo'ldi, alishtiramiz-ku o'tasan, ko'rdingmi? Bu ham alishtirmayman. Yo'q, o'zimni alishtirmayman, ko'rasanmi? Yo'q, mana qara. Odam mashina olayotganda 3-4 yillar atrofini o'ylab olishi kerak, tushunasizmi? Yo 5-6 yillar atrofini o'ylab olishi kerak. Tushundingmi? Hozir nechinchi? 25. Men uylashimga zaten 2 yilcha bor. Ha. Ham uylanib bolali bo'lgunimcha ham 3-4 yil bor. Tak что, mana 3-4 yil men o'ylab qo'ygan ekan. Sen o'sha Ford o'sha Lukindan Ford ishgandan qilib sakra yuribsan. Ketdik. Mashina o'zini bitta o'pishlik chiroyli qilib bering menga. Nima, rasmmi? Ha, rasmni bering. Nima bo'lsa? Chotki qilib oling. Kim mashina chiroyli turibdi fonda. Ko'rsanglar rasmni, yaqinroq ko'rsatib olinglar. Qani? Hamma narsa chotki ko'rindi, xudo xolisa. O, fonlar ham chiroyli bo'lib turibdi, ko'z tegmasin. Bo'ldi, mana shu fonda bitta OLXga chiroyli qilib qo'yasiz, aka. Ha. 2000 dollarga narxlab qo'yasiz mana shu mashina. Sen jinnimsan? Ha, jinniman aka. Ichiga chiqqan jinniman. Mashina qo'yasiz-da, odamlar telefon qiladi-yu. Keyin seni borib, men televidda mo'ki poyga borib o'tirman, suv beraman seni oddiy. Siz haqqada chiqing nima ham, aka просто o'ylab. Kelma olasan, sotmasam ham mashinani. Yo'q, o'zi sotmasam ham olib berasan, taffiga odam telefon qilishi menga. Meni problema emas. Bo'ldi, men o'sha narsani xohlamayman. Sizga taffiga odam telefon qilib, mana shu sizga xalaq berib tursa bo'ldi. Men o'sha narsani xohlamayman. Davay. Men lekin o'ylaksim yo'q, uka. Mana o'rtoqlar shart bajarilyapti. 2000 dollar. Xato qilsan, Anvar, xato. 2000 dollarga xudo xolisa mana shu trekkerni chiroyli qilib topshirib yuboradilar egasiga. Mana shuni qo'yasiz aka, xolis topshiring, xolis topshirmang, yo'q, o'z ishingiz. Ya'ni sizga telefon kelib tursa bo'ldi, menga shu. Soatni ko'ringlar. 17:42 bo'libdi. Xudo xolisa endi yo'q, yetinmaydi deb o'ylaymiz telefon maksimum. Lekin, nima deding san? Tushundingmi? San shuni bilib olgansan. men o'sha ijodimni qo'yib, ukam bor ishini qilgan, yoqmayapsan. Mashina soting bo'ldi. Arabangiz soting bo'ldi. Mashinani sotmaymanmi? Yo'q, o'z ishingiz bo'ldi. Aka, nimaga qo'yib sotmasangiz? Nimaga qo'ydirding sen? Ha? Mana shu emas, aka, siz qo'yishingiz Yo'q, sen nimaga qo'ydirding? Siz qo'yishingiz kerak. Qo'ydirganingning sababi. Просто Ke, qon to'kiladi, qo'y, urishib ketamiz hozir. Nima xohlasan? O'rniga. Assalomu alaykum. Ha, rahmat aka. Salomat. OLX'da trekkeringizni sotib olib, haqiqatdan 2000 dollarga qo'yganmiz. Ha, aka. Aka qarang, mana bunaqa narsa 2024 yilgi salondan chiqqan Probega 1000. Boshiga 2000 so'rayapmiz, keyin yog'iga oyma-oydan palonchi summadan kelishamiz aka. Mashina tan narxi 20 ming. Dodam aka, ozgina dodam ko'rgan odam 2000 ga mashina bermasligini hamma biladi-ku. Yoki qatdan biladi, balki kimdir mehribonchilik qilayotgandir. Yozib qo'yish kerak bo'lsa, ovoragarchilik qilmaslik uchun boshqa. Sen yozib qo'ydi, okey? 2000 boshlang'ich. Olasizmi aka, bo'lib qilib berishga? Bo'ldi aka, sog' bo'ling. ishladi, mana ishladi.
Men xafa bo'lyaptim to'g'risi. Apishtirlik bo'lmadi. Hozir yangi shartni o'ylab topishim kerak ekan. Xayr debmoqchi ekan, baribir sharting yemadi, ishga telefon qilmadi, turmas ekan. Tak, mana biz hozir syomkani tugatdik. Pastroq gapiring. Boshim og'riyapti. Baqirib. Tak, mana biz syomkani tugatdik. Shu mashinalar syomka qilib bo'ldik. Har doimdek men oddiyroq, skromniyroq, oddiy stilda ishladim. Anvar professionalroq stilda ishladi. Endi menga oddiyroq stil yoqqani uchun o'shanaqa qildim. Lutchi boshqa narsa qila olmadim-da. Qo'limdan kelmadi deb qo'yaman. Ishlaydigan bo'lsam, yo bu ozgina nima deydi, объемliroq ishlaydigan bo'lsam, o'tib ketaman. Shartlar bajarildi. Sen shartingni berding, men shartimni berdim. Orada kimdir qildi. Syomka payt yig'ishtirayotganimiz. Mana hozir videolarni ko'rsatamiz. Aha. Har doimdek Doimgi stil, birinchi sizniki, ikkinchisi meniki. Shunaqa qilamiz. Shu kommentariyada Kia zo'rmi yo Tracker zo'rmi? O'sha ovozini berasizlar. Обязательно yozib qo'yinglar pastdagi kommentariyga. Ovozlar yig'ilganidan bizni keyingi bosqichda, keyingi sonida shu bugungi ko'rsatuvni yutqizgan insonni aniqlaymiz. Sizni aniqlaymiz. Keyin qattiqroq shart ham yozib o'tib ketinglar. Shartlar yozsanglar bizga oson. Hozir biz ko'chada oldik. Keyingi savolda olasiz, salonlarda olamiz. Salonlarni biz hozir qidirmadik. Agar salon kimdir salonini shundoq syomkasiga ruxsat beradigan bo'lsa ham, shundoqga biz borib syomka qilib beramiz. Bizga hech narsa kerak emas, chunki bizga nima deydi? Ijod, nima deydi? Vaqtimizni o'tkazish uchun bekorchilikni yo'qotish uchun ish qilamiz. Borib biz syomka qilib beramiz. O'sha profildagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, ko'rishganda ko'rishamiz sizlar bilan.